Ushbu kvartirani xarid qilgan odamga mana bu o'rik daraxti bonusga. 2 xonalik izlab yurayotganlar uchun 5-mikrorayon 31-maktabning shundoqgina orqasida 5 etajli domning 1-etajda mana shunday agarodlar bilan bir fayzli barokatli xonadonimiz sotuvga chiqmoqda. Hozir obzorni ichkaridan davom ettiraman. 15 metr kvadratdan iborat plus minusni hisobga olganda ideal darajada remont qilingan. Hozir proyekti bilan bitta tanishtirib o'taman. Asosiy kirib chiqish eshigi ikkita, bu podest tarafdan birinchi eshik. Kirgandan to'g'rida uyning sanusiya xonasi pastdan tepasigacha yaxshi kafelar qilingan, arzon narsa ishlatilmagan. Buni bilgan biladi. Mana bu koridorlar ham yaxshi eron kafelar qilingan, sababi ko'p joyi tepli pol qilingan. Bu esa uyning yotoqxona qismi ko'rayotgan barcha mebellaringiz qoladi. Mebeldan tashqari texnikalari ham bor. Xo'p, bu esa mehmonlar uchun zal ideal darajada. Xo'p, pardalari, konditsioner va mana bunday qimmatbaho gilamlar qoladi. Eng asosiysi bitta narsaga e'tibor qarating, eshiklariga magnitli o'zi tortib bo'ladi. Oshxonasi ham ayollarning orzusidagi oshxona. Kattagina. Mana bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun joy, mana bu yerda ovqatingizni pishirasiz. Orqa tarafdan eshigi ham mavjud. Eshiklari ham qimmatidan. Yozda tapchan qo'yib maza qilib o'tirish uchun joyi mavjud. Ushbu kvartiraga 42 500 so'rashmoqda, yana ozgina kelishadigan joyi bor. Qiziq bo'lsa, telefon qilib kelaverasiz.